Assalomu alaykum, hormatli azizlar. Salomatmisizlar? Bizning maqsadimiz amalga o'tish. Kamera ro'parasida turib gapirish emas deydigan olifda o'zlari haqida hikoyalar to'qib chiqarishga usta bo'lgan muxolifatga aylanib olgan bugungi oliftalarimiz haqida gaplashganimiz ma'qul nazarimda. Albatta, hukumatning xatolari ketma-ket juda ham ko'p. Bugungi kunda qarz botqog'iga botirib yuborishyapti davlatni. Bu haqida keyingi sonda albatta gaplashamiz. Albatta sizga yana qanaqadir mavzu qiziq bo'lsa, izohda yozib qoldirishingiz mumkin. Bugun esa men haq edim-ku, ana oqibati nima bo'ldi deb maza qilishni xohlamayman. Keling, yaxshisi sizga tushuntiraman. Nega muxolifat muvaffaqiyatga erisha olmadi? Sababi nimada? Albatta men oldindan eski bugungi davlatchiligimiz tashkil topgandagi mustaqillik bo'lgandan keyingi muxolifat haqida biror narsa deyishni xohlamayman. Ular davlat tili, mustaqillik haqida qayg'urgan, jon kuydirgan, ancha azobini ko'rgan insonlar ularga qarshi nimadir deyish nohaqlik bo'lgan bo'lar edi. Lekin bugungi oliftalarimiz haqida gapirmasak, undan keyingi oliftalarimiz deylik, undan keyingi harakatlarimiz to'g'ri bo'lishiga umid bo'lmaydi nazarimda. Deylik, o'zlari haqida qanaqadir hikoyalar yaratib, falon edim, pismadon edim, edimdan nariga o'tmaydigan amalparast oliftalarimizning muammolari nimada? Ular tashkilot qurish haqida tushunchaga ham ega emas. Ularning maqsadlari podpiska, obunalar yoki insonlarning atroflariga to'plab aqlli nimadir deyishga harakat qilishlari bu qanaqadir kelajakni ko'ra oladigan yoki O'zbekistonning muammosiga yechim bera oladigan gaplar emas. Asosan birinchi shaxsga, deylik, davlatning biron bir amaldori, balki davlat rahbarining o'zigadir haqoratlardan yog'dirishdan boshqa narsa emas. Bu jirkanchlilik va bu emotsiyalar, bu energiyalar odamlarga qanaqadir tuyg'ular uyg'otishi mumkin, lekin masalani yechmaydi. Koreyslarning bir maqolada aytilganidek, kuchli bo'ron kemani to'ntarib yuborishi mumkin, bog'langan arqonni aslo yecha olmaydi. Xo'p, muammolarni, bog'langan arqonni nima yechgan bo'lar edi? Avvalo, siz bir tashkilot tuzayotganingizda uni rayosatini tuzasiz. Uni raisini saylab olib, faqatgina raisga bog'lab qo'ymaysiz. Va bizning eski muxolifatimizda ham, bugungi yangi muxolifatimizdagi asosiy muammo ham mana shunda aslida azizlar. Ya'ni yakka shaxsga bog'lab qo'yishdir. Men ilgarigi chiqishlarimda ham aytganimda ham O'zbekistonning kelajakda parlamental bir davlat sifatida ko'rishni xohlayman va bu muammolarga yechim bo'la oladi. Muxolifatda ham mana shu yechim bo'la oladi. Ya'ni siz e'tibor bering, ular tuzgan muxolifat tashkilotlarida nainki bir kotibiyat, ya'ni tashqi ishlar vaziriga o'xshagan tashqi boshqa bir hukumatlar bilan deylik yoki tashkilotlar bilan aloqa o'rnatadigan shaxsning o'zi yo'q. Kotibiyat, muxolifatni qog'ozbozlik ishlari, muxolifatning a'zolarini hujjatlarini yuritish, uni hujjatlashtirish, so'zlarni hujjatlashtirish kabi masalalar bilan shug'ullanadigan insonning o'zi yo'q. Va albatta matbuot kotibini ko'rmaysiz u yerda. Hamma istaganicha gapirishi mumkin. Bu tashkilot tuzish emas. Xorij matbuoti bo'lsin, ichki matbuot bo'lsin yoki o'zlarining ichkaridagi bo'layotgan hodisalarni yoritish bo'lsin, matbuot kotibi bu ishni bajarish kerak edi. Va rayosat muxolifatlarning yetakchilaridan, ularning ichidan liderlarni tanlab olib, bir chiroyli rayosat, toq sonli rayosat qurilishi kerak edi. Chunki ovoz berish paytida toq son albatta yechimni keltirib chiqaradi. Raisning esa vazifasi bu rayosat ichida keltirilgan qarorni ommaga aytish yoki bir qarorga to'xtamga kelisha olmaganda o'z tajribasidan kelib chiqib u yerda yechim taklif qilish edi. Afsuski bu yerda biz bunaqa strukturani, bunaqa tizimni ko'rmaymiz. Shaxslarga yoki shaxslar o'ziga qanaqadir zimmasiga mas'uliyatni olayotgandek ko'rsatib, qo'pol qilib aytganda bu yerda nom talashuvini ko'rishimiz mumkin, obro' talashuvini ko'rishimiz mumkin. Albatta bunaqa talashuvlarda muvaffaqiyatga erishib bo'lmaydi. O'ylaymanki sizga bu narsa tushunarli bo'ldi. Keyingi chiqishlarimizda ichki muammolarimiz haqida davom etamiz. Salomat bo'ling.